Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Biz do'stlarim bilan Bedrock qamoqxonasiga tushib qoldik. Bu yerdan esa chiqishning umuman imkoniyati yo'q. Tashqi tomondan oddiy uyga o'xshaydi, lekin ichki tomondan esa Bedrockviy xonalar. Xo'sh, bu yerdan chiqib keta olarmikimiz? Men tayyorman. Bu xonalarda faqat ikkita o'yinchi bor ekan. Biz qayerdamiz? Yo'q, biz bu yerda 3 kishi ekanmiz. Bu parkour sivilizatsiyasiga o'xshamaydi. Yo'q, biz 4 kishi ekanmiz. Bu yerdan qochish esa hoziroq boshlanadi. Men bu xonada birinchi uchratgan narsam bir paqir suv. Men uning orqa oldinini tekshirib chiqdim. Balkim uning tagida sekretni knopka bo'lishi mumkin deb. Yo'q ekan. Faqatgina suv bor. Sizlar ko'rib turganingizdek, bizning xonamizning yuqorisidan vulqon oqyapti. Men Bedrocklik xonaga mana bu ahmoq bilan tiqilib qolganimdan haligacha ishongim kelmaydi. Teddyning anjomlarida esa oddiygina ramka bilan o'q bor edi. Undan tashqari uni Bedrockdan bo'lgan toshlar bilan qisib qo'yishgan edi, hattoki boshini ustida ham. Bu deganiki, u hattoki qimirlolmaydi ham. U tepadan turib men bilan Groxni ko'ryapti, to'g'rida esa Evbo'ni. Evboning ahvoli ham juda ham og'ir edi, chunki u burchakda turgan ikkita aholidan boshqa hech kimni ko'ra olmasdi. Ha, yana u Teddyning ustida uchib turgan garshogni ham ko'rardi. Va u orqasida turgan kichkinagina xonani ham ko'rdi. Evbo u xonaga vulqonga tushmasdan sakrashi kerak edi, lekin bu oson emas edi. Teddy esa F5 ni ishga soldi. Shundan keyin u kerakli narsalarni ko'ra boshladi. U ramkaga qarab zarba berganda shamol zaryatini oldi. Shamol zaryati o'yinchilarni osmonga uchirish uchun ishlatilardi, lekin buning imkoni yo'q edi. Ammo uning rejasida shamol zaryatini garshokka uloqtirsa, garshok sinadi. Garshokning ichidan esa buyumlar tushadi. Ularni esa olovli sharga o'xshab boshqarsa bo'ladi. Biz bu rejani amalga oshirishga qaror qildik. Teddy zaryatni Evboga uzatdi. Evbo esa garshokka qarab urdi. Uning ichidan 4 ta g'isht va kamon tushdi.